Masjidga kelishlikning odobi, masjidga ohista yurib kelish kerak azizlar. Dinimizda masjidga imkon qadar piyoda kelishlik targ'ib qilinadi. Piyoda nima uchun desangiz, u har bir bosgan qadamimizga ajr bor. Hatto hadislar keladi, bitta qadam savob bersa, ikkinchi qadam gunohni yuvadi deydi. Shuning uchun ba'zi bu hadisni eshitgan sahobalar masjidni oldidan uzoqroq joylarga borib yashashlikni odat qilardi ekanlar. Masjidga ko'proq yurib kelib, qadamni ko'paytirish ma'nosida. Kechirasizlar, biz endi hozir o'zimizdan boshlab masjidning eshigini tagigacha mashinada kelyapmiz-da. Iloji boricha piyoda kelishlikka odatlanishlik kerak. Va agar mabodo mashinada kelib qolsa ham odamlarga malol kelmaydigan joyga to'xtatish kerak azizlar. Mana tashqarida baraka topsin, mana ichki ishlar xodimlari tartib saqlab turadi. Dan xodimlari keladi, juda hurmat bilan turishadi. Iltimos hoji aka, mashinangizni bu yerga qo'ymang desangiz, men masjidga kiryapman, men jumaga kelyapman deb u bilan urishadi. Ibodatingizni Alloh qabul qilsin, lekin sizning ibodatingiz tufayli kimgadir ozor bo'lish kerak emas-da. Tez yordam o'tib qolishligi, Alloh saqlasin, yong'in o'chiruvchi avtomobil o'tib qolishligi, qo'yingki kimdir zarurat bilan chiqib qolishligi mumkin-ku. Ana o'shalarda e'tiborga olib, avtoulovini ham maxsus bir joyga qo'yilish kerak azizlar. Qolaversa masjidga yurib kirishlikda salobat bilan, sakinat bilan kirilish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, qarang, muttafaqun alayhi hadis ekan. Mabodo namozga iqomat aytilib qolsa, deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom, o'zingizga sakinatni lozim tuting, ya'ni yugurmang deyapti. Bir xillik paytda bilasizlarmi? Iqomat aytganda kirgan odam yugurib kiradi. Bunaqa qilmaslik kerak. Mana hadisga muvofiq Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilar-ki, sakinat bilan kiring, sekin yurib keling, boshqalarning ibodatiga, xushusiga xalaqit qilmang. Yetgan joyingizdan o'qing, yetmagan joyingizni qazo qilib o'qing deyaptilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Qazo qilib degani, ya'ni keyin ulab keting imomga ergashib. Masbuq bo'lib. Lekin yugurib kelmaslik kerak. Masjidga kirganda butunlay o'zgarishimiz kerak-da azizlar. Allohning baytiga kirdikda o'zimizni ushlash kerak. Hattoki Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, yana bir masjidning odobida masjidga kirganda duo qilib kiring deydilar. Ya'ni Allohumma iftahli abvaba rahmatik deb kiringlar deydilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Ya'ni Allohim bizga rahmat eshiklarini ochgin deb kirib kelinar ekan. Ana o'sha duoni qilib kirgandan keyin yana Allohim, men sendan fazilatingni so'rayman, shaytonning yomonligidan panoh so'rayman deb duolar qilib ana masjidga kirib o'tiriladi. Masjidga kirishlikda albatta duo qilishlik, yaxshi niyatlar bilan kirmoqligi lozim. Masjidning yana bitta odobi azizlar, masjidda hamma barobar. Ya'ni kimdir o'zi uchun maxsus joyda qilib olib bo'lmaydi. Bir xilgi joylar bo'lar ekan, birinchi saf, ikkinchi safda ba'zi joylar bo'sh turibdi-da, men aytdimki, bu joylar nega bo'sh desam, buni egasi bor. Yo'q, bu bileti bo'lmaydi buni. Kim erta kelsa o'sha odam o'tiraveradi. U falonchi hoji akaning joyi, pistonchinikning joyi degan maxsus joy masjidda bo'lmaydi azizlar. Masjidda hamma bir xil. Hamma bir xil. Hamma Allohning bandasi. Masjidga kirganda alohida o'zi uchun joy qilib bo'lmaydi. Hech bir kishi boshqa bir odamni o'tirib turgan joyidan turg'izib o'rniga o'tirmasin, balki bir-biringizga joy bering degan Imom Muslimda hadis bor ekan. Odamlarga ozor bermaslik chorasini topish kerak. To'g'ri kelgan joyda sunnat namozini o'qib olish kerak emas. To'g'ri kelgan joyda o'tirib olish kerak emas. Hamma narsani hisobga olsinki, masjidga kirgan odam hech kim ozorlanmasin-da. Allohning baytiga kirib rohatlanib chiqsin-da azizlar. Yo'laklarni to'sib bo'lmaslik masjidning odoblaridan bittasi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, oldingi safni to'ldiringlar, timmalladhi yalihi, ana undan keyin keyingi saflarni to'ldirib boringlar. Birorta bir safda nuqson bo'lsa, u demak oxirgi safda bo'lsin, ya'ni kamayib borish kerak. Saflar to'lishlik kerak. Namoz o'quvchini oldidan o'tmaslik azizlar. Ko'pchilik umra hajga borib haramdagi holatni ko'rib kelib, bu yerda ham qaytarishyapti. Namoz o'qisa oldidan o'tib ketaverar ekan deb. U harami sharifda tavof qilayotgan odam namozni o'qib bo'lib turib tavofga kirishib ketish kerak. Sa'i qilayotgan odam sa'i kirib ketish kerak. Shuning uchun
hamma o'zi bilan o'zi bo'lib ketadi. Lekin u yerda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma ham namozda o'quvchini oldidan o'tmaydi. Shuning uchun ham sutralar qilinadi. Ya'ni sutra degani to'sib qo'yuvchi narsa yoki bundoq qo'li bilan ishora qilib to'xtatib qo'yishlik bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam juda qattiq bir hadislari bor. Aytadilarki, agar namozni oldidan o'tayotgan odam o'zi uchun yoki namoz o'qiyotgan odam uchun qanaqa gunohligini bilganda edi, 40 yil bo'lsa ham o'qishini tugatishini kutib turardi degan hadislari bor. 40 yil bo'lsa ham kutardi deyaptilar. Shunaqa og'ir gap ekan bu. Endi hozir buni ko'rib kelib, masjidlarimiz ham bemalol oldilaridan o'tib ketib qolyapti. Yo'q, oldidan o'tib bo'lmaydi azizlar. Namoz o'qiyotgan odamda oldidan o'tmaslik kerak. Va shuni hisobga olib namoz o'quvchi birodarimiz ham o'zini oldidan o'tishlikka majbur qiladigan joyga turib olmaslik kerak. Bir chekkaga tursin, ozgina kutib tursin, odamlar chiqishini agar alohida namoz o'qimoqchi bo'lsa, hech narsa bo'lmaydi. Aytaylik, sunnatiga ulgurmadi, ki odamlar chiqib ketgandan keyin ham hali vaqt bor, sunnatni o'qisa bo'laveradi. Lekin ayni o'sha paytda turib o'qib olsa, haligi odamlarga gunohiga sababchi bo'lib qoladi va o'zi ham gunohkor bo'ladi shuning uchun, chunki majbur qildi.